Usta, bu Damas motorni ham nimadir qilib, uslinli qilib kuchaytirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bundan buyog'iga Damas Porsche atmen. O'zbekistonda hech kim qilmagan ish Cobalt Porsche'ga shilfovkasini qilib, uslinli holatda tayyorlab beraman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ladi. Injektor necha pulga qilib berasiz? Damaslarni $400 injektor qilib yurg'izib berganman. Benzinga zo'r yurishi mumkin, lekin Cobalt Porsche'ga gazda benzindan ham zo'r yuradigan qilib tayyorlab beraman. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Usta, bizni uslinli bilan tayyormi? Ha, tayyor mana blogi. Ko'rchi? Haqiqatdan ham Cobalt Porsche'ga bo'pti. Gildani chiqayni usta. Nima deb o'ylovding? Damas blogini Cobalt Porsche'ga shilishni umuman iloji yo'q. Motorist usta akalar, bu video albatta hazilamiz, kayfiyat ko'tarish uchun edi. Bu videoga bitta like bosib, yaqinlarga yuborib, albatta ikkimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Bundan qiziq kontentlar hali oldinda.